Yolg'izlarning yori Xudo bo'ladi. U qarg'asa bek ham gado bo'ladi. Ko'nglini og'ritma, balo bo'ladi. Nimaga chaynaysan yolg'iz ayolni? Alloh taolo aytayaptiki, "Hey, sen o'zingni oqlab o'tirmagan. O'sha kuni kim yaxshi yomonligi bilinadi" deyapti. Bu dunyoda qo'yver deyapti. Sen yomon desa ham indamagin deyapti. Sabr qilgin. Tortishma, urushma. O'sha kunda bilinadi, sabr qilgin. Assalomu alaykum aziz qadri baland qadrdonlarim. Shu borlaringizga shukr, ko'rib turgan ko'zlar sardoim ravshan bo'lsin Allohim. Chunki mana meni dehqonchiligim, mana shu ko'rib turgan bedani o'rib qo'yib, nasib Xudo xolasa bog'lab, keyin inshaalloh vodiyga ketamiz. Qadrdonlar, hasharga kelingizlar. Biz ishdamiz. Bedani bog'lab, qishda keyin shu sotib ro'zg'or kechiramiz-da, qadrdonlar. Assalomu alaykum, rahmatullo aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yo'q. Tan joni sog' bo'lsin, Mahmud. Mana shu yerga tushib turamizda, Xudo xolasa. Ha. Ichkariga. Sizlar yaxshimisiz?
Aşkı şu kuramiz kelegini ustamiz oladi. Ilohim rahmat. Rahmatilla aka, Alloh rozi bo'lsin. Menga ihson qilgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin, hoji akalardan ham. Juda ko'pchilik insonlar mana haligi hamma nima qilyapti? Yordam beramiz deyapti. Xudo xolasa bo'ladi. Sekin-sekin sabr bilan Xudo xolasa qilib olamiz. Rahmat, tanjonlaring sog' Hamma bo'lsin. inson mana aytyapti, yaxshi ayol. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Xudo xolasa. Iloh, rahmat. Hozir usta bilan gaplashdim. Buni hozir tushirib qo'ysak, hozir ukalarimiz bilan gaplashamizda, mana u tepasiga hozir vassal yozib keldik. Agar nima qilsa ertaga loy deb bosadigan bo'lsa, Xudo xolasa. Ha. Keladi. Ustayam. Endi hoji akamga rahmat, shu adagi chiqarib qo'ygan narsalari bor edi. To'sini bitta borib hozir yuklaylik, bolalar bilan hozir olib kelyapmiz, mana tushirib qo'yamiz. Ortiqcha to'sinlar ham bor ekan. Endi buni kerak bo'lsa magazinga silib chiqasizlarda, ozoda bo'lsa ham sotib qo'yib, o'rniga boshqasi ishlaveradi. Yoki poltaxta nimasi bo'ladi, strapilar, shuni ham ishlayveradi. Ular hammaga tushiradigan bo'lsak, bemalol. Qaraymi sekin, bo'lsa keyin qo'yib yuboramiz. Mayli. Hamma vaqt qo'llab-quvvatlab Qarangchi ochib ushlaylikchi bunday uni Allohim nasib qilsa sizlarga bir berasizlar, Allohim doim siqilib qolganlardan rahmatulloh akam bilan birga qo'llab-quvvatlaysizlar. Bolalarga Shasa bo'lardi. Hayratanda xursandchiligiga xursand ulashtirasiz, borlaringizga shukur qadrdonlar. Jonlaringiz omon bo'lsin. O'zi Imron Rus kanali mana Dilafruzlar bittasi yozib, Dilafruz uylarni ham qilib berganmiz. Juda yaxshi insonlar ko'p. Endi yangi insonlar qo'shilgan. Endi Shoiraxonni men shu bir marta Ali boboni uyida ko'rganman-da, o'shangaligi juda yaqindan bilmasdim. To'g'risi, nima endi qarab turgani baribir to'g'ri kelmaydi-ku, hammamizni singlimiz. Rahmat, Lekin Alloh juda rozi xursand bo'lsin. bo'lgan tomonim hamma kommentariyalarda sizlardan xursand bo'ldim, shu singlimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Nima qilsizlar, haligi yozishlar Shoiraxon hozir qancha kartaga pul tushdi? Hozir bugungacha. O'zgacha boshlaganmiz-ku. Juda ham ko'p. Allohga tavakkal, mana yaxshi insonlar bor. Qilamiz xudo xolasa. Boshladik, oxirgi bitkazamiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Suv berdik bo'lsin. Shoiraxon shunaqa singlim. Endi ajo emas. Bu tomonlar bitirib olganimizdan keyin ba'larizdan barib sekin-sekin bo'lgandan keyin tasodifchi qilib, ichkarilargacha, tashqarilargacha Rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Faqat shoshilmaymiz endi. Biz ko'pchilik insonlar imkon boricha karta raqamlari o'zimizniki mana singlimizniki. Qancha pul tushayotgan bo'lsa menga aytib turibdi. Hali bir yashirib, boshqa qilgan yo'q. Shunaqa qilamiz xudo xolasa. O'tib. Rahmat, rahmat. Mana yog'sa ko'rsataylik-da. Yana bir narsani aytib o'tdik sizlarga. Shu Samarqandlik moqchi xabarlar bor. Har oyda bizga $100, $200 biz Bolajon dunyosi xayriya fondimizda a'zosida, o'z obunachilarimizdan, Imron kanalida har oy pul chiqarib turadi, rahmatli haqdorlarga bering deb. Bundan bir 4 kun, 5 kun oldin $100 chiqargan ekan, moqchi xabar mana Izroilda. Uni haqdori chiqqani uchun mana Shoiraxonni hozir uyiga moshina gaplashdik, Alloh rozi bo'lsin, shu shopirlarimizdan 600 so'm olib berdilar shuncha narsani. Bitta ukamizni gaplashdik, ular ham 600 so'mga nima qildi. Shoiraxon shu moqchi xabarni qo'yib qo'yasiz mana. Birinchi shu $100 berganda 1.200 so'm hozir yo'l kirasi, bularning xizmat haqqini nima qilib qo'yapti. Duo qiling deb oladi. Siz ko'pchilik insonlar bemalol duo qiling. Men mana shu ajoyib mahbuba opamni ham tan jon sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Hamisha topganlari to'ylarga, yaxshiliklarga, hojilarga borishni nasib qilsin. Menga Alloh birda beribdi, menga birda beribdi, Alloh unga menga onda bersin, ilohim o'rnilarini to'ldirib qo'ysin. Mana shu go'dagim uchun bunaqa qilishdi, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim tanjoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bundan tashqari mana shu kattalarimga bee'tibor bo'lmay ihson qilayotgan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Hamisha topganlaring to'ylarga buyursin.
Ilohim, mana shu qilgan ihsonlaring jannatlarda o'zlaringga qasr bo'lsin. Ilohim. Umrlaring uzoq bo'lsin. Rizqlaring ulug' bo'lsin. Robbana atina fid dunya oxirat hasanat qina azobidan rahmat va rahmat. Azdan bolangizga shu WhatsAppda kecha bir ukamiz ham 1000 rubl tashlab olgan ekanda cheklanib yuborib qo'ydik. Men bilganim, bilmaganlarim ana shuncha. Xudo xolasa qo'limizdan keladi azizlar. Bundan keyin ham keladi. Iloji boricha yordam bersak. Ben bir narsani sizlarga ibrat uchun aytib ketishim mumkin. Bu dunyoda bilasizlarmi, insonga Alloh taolo bir shunaqa bir ne'mat berganki, suv ichmasdan 2-3 kun chidab yurishingiz mumkin-da, bari suv ichmasdan inson tanasi suvsizlanib halok bo'ladi. Yoki mana shu havodan nafas olyapmiz. Bu eng oliy ne'mat nafas olish. Ben o'zimni tajribamda ko'p ko'rganman, bolalar ingilatoriga, kislorodga tushib qoladi, balisalarda, reanimatsiyaga tushib qoladi. Bu havo juda bir insonga bergan ne'mat ekanda bu narsa. Endi bu bizga bu dunyomizda berilgan narsa. Biz tirik insonmiz. Endi oxiratimizga, mana qiyomatda bizga shu sadaqalarimiz, ihsonlarimiz xuddi havodek zarur bo'ladi azizlarim. Aytda o'sha biz nafas olmaymiz, suv ichmaymiz. Bizga kerak bo'lgan narsa sadaqa, ihson. Endi men xato qilyapmanmi yo'qmi bilmadim. Endi eshitganlarimda bilamanki, Allohdan banda so'rar ekan, "Ey Allohim, shu men hajga boray yoki bir namoz o'qiy yoki bir boshqa ular amallari farz amallar. Lekin aytar ekanki, qayta tiriltirsang, shu ihsonlarimni qilib qolay degan narsani shu endi hadislarda bormi yoki bu to'qima rivoyatmi, lekin yaxshilikka. Haqiqatan o'lgan inson tirilib shu ihson qilishni xohlaydi. Shuncha azizlarim xudo xolasa shu sevindim. Aka yaxshi kelib oldingizmi axir? Ha, yaxshi, rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, baxtimizga sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Xo'ja yaxshimisiz? Hammani duosi bilan Alloh shifo bersin. Mana siz bilan shatda uchrashmiz. Shunday qiynalib turgan paytimizda shunday kirib keldi, bilinmay. Farishta bo'lib kirib keldi. Endi Nima Alloh bergan kamashgandek nima ihsonda mukofoti ihson deydi-ku, shu ayolchi mablag'i bilan bo'lmasa ham mehnati bilan qo'lidan kelgan shu somsaqalarini, patirqalarini, qallamalarni hali balki necha million bergan ihsonchilar Allohdan aslida biz qilayotgan ihsonlar bu 1 million bo'ladimi, 100 million bo'ladimi, lekin Alloh dargohida qabul qilsa, arzimagan, ming so'm qilgan qabul qilaveradi. Bitta narsaga men xursand bo'ldim, haqiqatan men unchalik ko'p ko'rmaganim, lekin e'tibor berdim. Loyihalarga $1000, lekin bu singlimizni shu somsaqlab borgan juda gapiribdi. Hamma obunachilar yaxshi fikr bildirishadi. Mana kecha nima yezib qo'ydim, juda ham yig'lab shishib ketdimda, yetib keldim mana. Agar bilaringizni balalarni sog'ayotsa borib kelsinlar, men oldingizda turaman. Deganman. Endi xudo xolasa boshlab oldik. Opajon, nasib qilamizki, azizlar, men bitta narsani men doim e'tibor beramanki, opajon shu kungacha mana ko'pchilik dardini ichida yashirib yuradi-da. Men faqat sizlarga shu Shoiraxonning ichidagi yurakdagi dardni ochib berdim xolos. Ochig'i shu haliga shu dardni men ko'rsatib berdim. Shuncha mana ichida bir og'riqli, ichki farzandi to'g'risi dog'i yomon-da, baribir. Esdan chiqmaydi hech qachon. Hech qachon chiqmaydi. 13 yil o'tdi. Hali ham o'ta eshigimdan kirib keldi. Sabringizga mana ajrlarini olyapsiz. Allohdan kimga sabr qildik, mana ajr, sabrlarga ajr olyapsiz. Duo qilasiz. Mana qanchadan bunaqa kuzatamiz. Kecha hamma Borizga shukr. Hamma obunachilar hurmat qilishar. Sizni ham, proyektlaringizni ham, mana Shoiraxonni ham hamma taniyapti. Mana proyektda ko'rganman, mana yerda ko'rganman. Ana borgan, mana Alijonkiga ham bordilar. Qandaydir mana o'zimda dilimga solatda ashula bilan onada bo'yadi. Qandaydir hali qushdaqa yengil bo'lasiz. Shunga qiziqasizmi? Shunga yuguraverasiz. Mehmonxonada o'tirganlarda ko'rib,
Birga boruvdim, Shu to'palangda ham so'rashdingiz, gaplashdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu qiz uchun rahmat, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Sizlar kirdiganiga rahmat o'ras. Rahmat. To'g'risi men juda yaxshi ko'raman insonlarni 3 yil bo'layotgan bo'lsa, bu yaxshi insonlar yozib, yo tanqid qilib yoki bir haqorat qilib yozmaydi. Shundan beri men xursand bo'laman, doim yaxshilik bo'lishadi. Qashqadaryoda qishlarda yurganingiz, doim kuzatganman. 5 bolada qilganlaringiz. Yana bizni Qo'qonlik ayolga, hali Qo'qondagi Bolajonxon dedi, doktor ayol bilan proyektlar, tadbirlarda doim kuzataman aka. Bugun uchrashib, siz bilan telefonda gaplashganman.